Kiritilmayapti bu. Massaj, parafin, elektroforez bo'lgan yo'qmi? Ultrazvuk faqat dori darmon oldingiz hozir. Bemorimiz Qirg'iziston Respublikasidan qadam joydan bizga bel sohasidagi og'riq, ayollardagi toliqish, uyushishga murojaat qilib kelgan. Demak, rezultatimiz yetarli, siz foyda sezmayapsiz. Qilingan yaxshiman. toliqish bu. Necha kiloni atrofida bolani vazni? 15 kilo sizga umurtqa pog'onasi kasalliklarida 15 kilo bu katta vazn hisoblanadi. 5-7 kilodan ortiq umurtqa pog'onasi kasalliklarida yukka mumkin emas, taqiq belgilaymiz. Chunki og'irlik umurtqa pog'onasining diskdagi mahalliy o'zgarishlarini kuchaytirib beradi. Sizda asosiy diskda o'zgarish bo'lyapti. Oyog'ingizdagi toliqish, beldagi toliqish, og'riq oyog'ingizda qaysi mahal ko'proq siz bezovta qiladi? Chay ichgani o'tirganda bugib o'tira olmayman-da. Yo'q, qirtillayapti. Kiritilmayapti bu. O'tgan kelganda buni tuban chiqmay ketadi. Jonlanib qolibdi, xurust kelyapti, eshitiladi. Tashqaridagi odam ham sizlar ham eshityapsizlar. Tizza bo'g'imidagi xurust, ya'ni g'irtillashga sabab bo'ladigan omillar. Tizza bo'g'imining ichida menisklar faoliyatini buzilishini hisobiga yoki butunligini buzilishini hisobiga ham bo'lishi mumkin yoki bo'g'imning ichida suyuqlikni yetarli emasligini hisobiga ham bu narsa bo'ladi. Massaj, parafin, elektroforez bo'lgan yo'qmi? Ultrazvuk faqat dori darmon oldingiz hozir. O'shaning uchun rezultat ham chala bo'libdi-da. Yo'qmi? Bo'lsam yangi yildan keyin kelib yotish kerak ona. Tizzaga ham oydinlik kiritishimiz kerak, tizzaga ham ultrazvuk qo'yishimiz kerak. Chunki tizzadagi bo'layotgan holat ham keyin asorat beradigan holatga o'tib qoldirib qo'ymasligimiz kerak. Fiziolecheniyalarni olmasa bo'lmaydi. Xo'p. Massajdan 10%, ultrazvukdan 10%, parafindan 10%, olayotgan konfil kinezasidan 20%, qilayotgan qo'shimcha biz qilayotgan oksigenoterapiya kisloroddan 20% bo'lib turib, hammasi jamlanib turib, keyin rezultat yuzaga chiqadi. Bu qizda albatta osteoxondrozini ham, tizzasidagi menskopatiyasini ham parallel lecheniya qilsa keyin rezultat bo'ladi. Bo'ladi.